Javob. Onasi bu Lexan. O qaranglar. Lexanga o'xshagan prozrachniy oyna chiqdi. Qozog'iston mahsuloti aka. Bu qaranglar. O'ta tiniq, shaffof. Bu kalyonni oynagida o'rniga ishlatsa ham bo'ladi deyishyapti. Bo'ladi. Dushovoy kabinalarga, naveslarga ishlatsa bo'ladi. Sinmaydigan perilalarda qirg'og'ida oynak bo'lardi-yu, ham har xil. Yo'lda buni ham har xil ranglari bor. O'shaning o'rniga foydalansak ham bo'ladi. Bo'ladi aka. Lexanlar Optim Samarqandga kelganmiz. Rossiyaniki bor ekan akalar, kvadratiga 100 mingdan, Qozog'istonniki bor ekan, kvadratiga 75 ming so'mdan. Qancha ob'yomda kerak bo'lsa, barchasi bor. Hozirgi oynagimiz, sinmaydigan oynagimiz. Bu nechiga qancha bo'ladi? 6 metrga 1.56 bo'ladi. $250 bitta listda. $250. $250. Xo'p, eshiklarda akalar Rossiyadan Optim olib kelib sotishyapti ekan. Bunaqa eshiklar bilmayman, 2 million nari beri bo'lsa kerak. Hozir MDF deyishyapti, kraska va material. MDF eshiklar. Hamma narsaga qaraysa, bitta oshiq-moshiqni qo'yib, o'rnatib olsangiz bo'ldi ekan. 1 milliondan 1,5 milliongacha buni ham turi ko'p. Saydenetel kanashniga ichida. Shunaqa. Ulug'bekga aloqaga chiqaverasizlar. Poddiskaga tirsiz.